Amerika Qo'shma Shtatlarida mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari. Xabaringiz bo'lsa kerak, 2 haftadan buyon internetda hamda ijtimoiy tarmoqlarda dolzarb mavzuga aylanib bo'ldi. 2026-yildan boshlab O'zbekiston fuqarolari Amerika Qo'shma Shtatlariga mavsumiy ishchi vizasini qo'lga kiritgan holda qishloq xo'jaligi ishlariga safarbar etiladi. Bu xabar rost va mana shu xabar bo'yicha to'liq ma'lumot berishga va qanday talablar va qanday hujjatlar va qancha xarajat ketishi haqida sizga to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha yaxshilab tinglab tushunib olishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, birinchi o'rinda nega Amerika Qo'shma Shtatlari aynan O'zbekistonni tanladi? Chunki yaqin 1 yil ichida Amerika hamda O'zbekiston siyosat taraflama bir-biriga juda yaqinlashdi hamda oldi-berdi shartnomalar ko'paydi va bu migratsiya sohasiga ham ta'sir qildi. Shuning uchun ham migratsiya sohasida mana shunday yangilik imzolandi va kelishuvga erishildi. Ana endi xudo xohlasa ro'yxatdan o'tish ishlari qachon bo'ladi deb so'raganlarga taxminiy ro'yxatdan o'tish kuni bu may-iyun oylariga to'g'ri keladi, chunki 2026-yilning oxirigacha Amerika Qo'shma Shtatlariga bir guruh O'zbekiston fuqarolari jo'nab ketishi ko'zda tutilgan. Va mana shu bir guruh O'zbekiston fuqarolari Amerika Qo'shma Shtatlariga ish viza orqali qishloq xo'jaligi ishlariga borgandan so'ng u yerda o'zlarini ko'rsatishlari kerak ijobiy taraflama. Qishloq xo'jaligi sohasida qanday yetarli bilimlari bor va madaniyatimiz qanday to'g'ri keladi, mana shularni Amerika Qo'shma Shtatlari ish beruvchilari baholashadi va yaxshi natija qayd etilgandan so'ng O'zbekiston fuqarolariga yanada kvota ko'payadi. Yanada nomzodlar ko'proq taklif etiladi Amerika Qo'shma Shtatlariga. Xo'p, ana endi ro'yxatdan o'tish ishlaridan qolib ketmasligi uchun bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak, chunki ro'yxatdan o'tish ishlari Telegram kanalimizga e'lon beriladi, kanalda joylanadi va ro'yxatdan o'tish ish boshlandi. Havola ustiga bosing va ro'yxatdan o'ting. Havola ustiga bosganingizda bir qator o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritishingizga to'g'ri keladi. Bu ma'lumotlar siz oldin Amerikaga bo'lganmisiz, ism familiyangiz, hozir qaysi mamlakatdasiz, telefon raqamingiz, elektron pochtangiz, mana shular so'raladi va oxirida tasdiqlash tugmasi bosiladi. Qaysi tilni bilasiz, yoshingiz necha yoshda, oldin birorta chet el mamlakatiga ishlash uchun borganmisiz, mana shunaqa hujjatlar va savollar so'raladi. Xo'p, ana endi xarajat qancha deydigan yurtdoshlarimizga e'tibor bering, qisqa ma'lumot va to'liq ma'lumot aytib o'tyapman. $2000 dan ziyodni tashkil etadi, chunki O'zbekiston hamda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi aviachipta narxi borishning o'zi $1000 atrofida hisoblanadi va borish va qaytish uchun siz birgalikda aviachipta sotib olishingizga to'g'ri keladi. Bu $2000 dan ziyodroqni tashkil etadi va u yerda hujjatlaringizni ingliz tiliga o'girish va boshqa hujjatlaringiz uchun ketadigan xarajatlar, ya'ni $2000 dan oshiqroq xarajat ketadi. Va til talabiga o'tadigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari ingliz tilida muloqot qilgani uchun ingliz tili bo'lishi aniq va rus tili ham qo'shimcha til hisobiga kiritilishi mumkin. Ya'ni u yerda ingliz tili bo'lgani bilan O'zbekiston fuqarolari ingliz tiliga nisbatan ko'proq rus tilini bilishadi. Xo'p, ana endi aytadigan bo'lsak, yosh talaba bu 20 yoshdan 40-45 yoshgacha ayol va erkaklar jismonan sog'lom bo'lishlari kerak, chunki qishloq xo'jaligi ishlarida o'zlarini natijalarini ko'rsatish uchun, u yerda borib ishlash uchun jismoniy sog'lomligingiz mana shu ish talabiga mos kelishi kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi siz Amerikaga borish uchun sizga taqiq qo'yilmagan bo'lishi kerak. Yosh talabini aytib o'tdim, ayol va erkaklar bemalol borishi mumkin. Xarajatni aytib o'tdim va til talabini ham aytib o'tdim. Ana endi viza 10 oylik bo'ladi. Siz borib kelganingizdan so'ng yana hujjat topshirishingiz ham mumkin qayta. Va kerakli hujjatlarni aytib o'tadigan bo'lsam, xo'p, qizil pasport, 3x4 surat va oxirgi tugatgan ta'lim turi bo'yicha hujjatingiz kerak bo'ladi va tibbiyot bo'limidan sizni jismonan sog'lomligingizni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Xo'p, xorijga chiqish pasporti bu o'zingizga bor. Agar o'zingizda bo'lmasa, olishingiz mumkin bo'ladi bemalol pasport stoldan. Xo'p, ikkinchisi 3x4 surat. Buni shahringiz markazidagi fotostudiyadan olishingiz mumkin. Xo'p, uchinchisi oxirgi tugatgan ta'lim turi bo'yicha hujjatingiz. Bu maktab attestati, diplom, kollej, litsey diplomi, universitet, institut yoki magistratura diplomi agarda sizda bo'lsa. Xo'p, oxirgisi bu jismoniy sog'lomligingizni tasdiqlovchi hujjat. O'zingizni shahar markazidagi tibbiyot birlashmasiga borasiz va u yerda tibbiy ko'rikdan o'tasiz. Tibbiy ko'rik sizga jismonan sog'lom degan hujjat beradi va mana shu 4 tala hujjatni ro'yxatdan o'tish ishlariga sizni chaqirishgan vaqtda olib borasiz o'zingiz bilan birgalikda. Va yana qo'shimcha hujjatlar, agar ingliz tili yoki rus tilidan sizning sertifikatingiz bo'lsa, mana shu hujjatlaringiz orasida o'sha hujjatlarni ham qo'shib birgalikda topshirishingiz so'raladi va
siz Amerika ish beruvchisi bilan suhbatga kirasiz. Suhbatdan o'tgan nomzodlarga esa ishchi viza taqdim etiladi. O'ylaymanki, to'liq ma'lumot bera oldim. Agarda tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Telegram kanalimizga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, xo'p, mana shu video kommentariyasida Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mavsum ishlardan ro'yxatga o'tmoqchi bo'lsangiz, ism familiyangiz, yoshingiz, hozir qaysi mamlakatdasiz, rus yoki ingliz tilini bilasizmi yo'q? Mana shuni yozib qoldirasiz. Agarda chet tilini bilmaydiganlar uchun bizning migratsiya kanalimizda til kurslari ham mavjud. Bemalol kirib obuna bo'lib qatnashsangiz bo'ladi. Xo'p, ko'rishguncha salomat bo'ling. Keyingi videolarda kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Asadbek Hasanov bo'ldi.